ekan, hurmatli kuzatuvchilarimiz, 2025-yil 16-dekabr sanasida eng kechki shaftollarimizni ko'rsatib o'tamiz. Kamerangizni yaqinlashtirib. Mana turetskiy shaftollarimiz kalibrlari 90, 85, 75 kalibrda chiqyapti. Eng yirik gigant shaftollar bo'ladi, xudo xolasa. Kechki shaftollardan bu ham danagidan 100% ajrildi. Holati mana do'stlar, 400 gram chiqaveradi bir donasi. Kechki shaftollarga o'tishlayman, maslahat beraman. Hozirgi kunda holati shu bo'lyapti. Mana Farg'ona Quvasoyda bo'layotgan shaftollar. Xudo xolasa, buni ham ko'chatlarni zakaz orqali ko'paytirib beramiz. Keyingi yillardan hozir kunda ichki bozorda narxi 40 ming, 45 ming sotilyapti do'stlar. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yishni unutmanglar. Monqaylarga shaftolni. Go'zal. Bog'da holatni ham ko'rsatib qo'ying. Uzilyapti. Oxirgi uzumlari bo'lyapti. Xolasa juda chiroyli holatda bo'ldi. Kalibrlar 90 kalibrga bemalol tushyapti. Ko'chatlarini telefon qilib zakaz qilaring, zakaz orqali ko'paytirib beramiz. Shaftolning holatlari shu holatda. Eksportga ham, ichki bozorga ham zo'r oladi do'stlar. Holati shu. Sog' bo'ylar, profilda nomerlarimiz bo'ladi, bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Shaftoli go'zal o'tagan. Rang, blisk, chiroy bo'yicha nomer oling. 10 tasi 4 kilo chiqadi. Bitta yashida 20 kilo chiqadi. Ha, bugun qo'yiladi.